Yo yo, assalomu qarindoshlar, qanday ahvol yaxshimi? Hozir vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men ismim Farhod. Bugungi bu qonun kaynolarning qizg'in qarshi olman. Mablag' solish xatarlik, mablag' so'nchada o'zingizning xos fikrini ishlatish uchun ham ehtiyotchan bo'ling. Shunday yaxshi fikrlar, tavsiyalar davomli kelyapti. Rahmat. Men davomli texnik kelsa texnik qo'shib bo'lmay, davomli o'zimni ilgari surishni xohlayman. Şu videolar sen uzun vakit tuttu ama qisroq qilsak degan tavsiyalar kelibdi. Men shuni tirishayapman. Men shu oldingi shu asos bilimlarni so'zlash uchun sal vaqt ketarkan. Men uni kesib, necha bo'lib bunday so'zlasam tushuniksiz bo'lib qolgan. Ishni keynida, kelgusida shu har bir paychaklarni tushuntirib, qanday paychaklarni olamiz degan yerlarga kelgan chog'da çoğum şunda qisqa bo'ldi, balki 7-8 minut, 10 minut bo'lmaydan tugishi mumkin. Shunaqa men bu amal bormishda ishtirak so'zlashlarni o'rganyapman. Bugungi mavzu topikmi sal uzunti, balki eng uzuni bo'lib qolishi mumkin, bak muhim. Shunaqa men buni ikkiga bo'lib, ikki qism qilib so'zlamoqchi bo'ldim. Endi qarab boqaylik qanchalik bo'ldi. Bugungi bu topikda nima so'zlayman degan chog'da kelgusidagi shu 5 yilda şu dünyanın iqtisodiga qanday o'zgarishlar bo'ldi, bizga qanday ta'sir qildi. Shularni so'zlayman. Ya'ni yana shu bizga bo'lgan ta'sirlar, yana suiqasd planlar nimalar bo'ldi deganni, balki kelar qismda buni so'zlayman. Endi biz boshda men so'rab baqsam, shu dunyodagi eng qimmati va qimmati eng kuchli narsa nima? Qimmati eng ishonchli narsa nima? Bu bo'lsa-mu? Dolar. Bunu desem sizler hata düşünüp kalmalar. O doların kıymeti yüzüne almışmam. Ondan biz doların meblağ salaylı edip onda kalmalar. Onu çok ziyan tatsın. Çünkü kelbisinin neticələr belki dolar toxtumaya düşüşü mümkün. Bu yerde bir çoğun plan bazı. Bunun nimdə bunda deysizlər deyen çağda. Çünkü dolar dünyada azırqı payetdə İnsanlar en işindiğen kıymet dolar o kaldı. Hem kelgüsü özgüremdi ya bitcoin öpütemdi onu bir nesli yıl olmaydı. Lakin azı dolar. Neymişçi bunu kadar bölümümüz diyen çağda mesela bultur. Virüs boğa vaxtıda bütün dünyadaki her kanda nesliğinin bazı düştü. Her kanda kıymeti bağ nesliğinin hemisininki bazı düştü. Altından bazı düştü. Mesela her kanda devletlerinin pulları bazı düştü. Altın 1700 dolarda, 1400 dolarla etrafı düştü. Devlet pulları 30% düştü. Mesela Avustralya'nın 30% düştü. 4-5 yılını aldığı qarsak, dolar bile Avustralya'nın doları oxşaşdı. 1 dolarga 1 dolar. Belki Avustralya doları texmi yuqarıqdı. Uçadı bizdeki kanlarniki taz peyti soğutusu yaxşı vaxtlarda. Ondan keyin 0.8 dolar, 0.7 dolarlar uçup qalğan. Ondan keyin bultur virus vaxtıdan 0.5 dolarlar uçup qaldı, 20 dolar uçup qaldı. Ondan keyin başqa nefit 20 neçə dolardan düşüb, keynida 4-cü ayın axırı minus 30 neçə dolar, 30 neçə % düşüb getdi. Aşda nim qıldı. Ularmı bir plan, suiqasd plan, ularını bir sözleyme bizge nim üçün unda buldu. Anadaki yani nimler var. Mesela Bitcoin mu 2017'deki 19 bin dolardı. Keyin toxtumaya düşüp buldu 3800 koyuq düşüp qaldı. 3800 dolar var. Yani nim var bana ismini izleyeyim. Nimdə bir saq oldu. Bunda da biz tutturayım. Yəni nimlər başqa hər qanda qiymeti var nəslərin həmisindən vaz düşdü. Məsələn, payçək mi? 30% düşüb qaldı. Hətta tarixini buzvət dedi. Nim üçün tarixini buzvət deyilməlisiniz. Şu Dow Jones'da nim var, çoğun grafik var. Şu payçək bazarındakı ən çoğun grafiksi. Şu tarixdə faqat bir qitimlam to'xtab baqqan bulturning oldida. U qanday to'xtab qoldi deseniz, masalan shu 7% tushib ketgan chog'da bir kun ichida shu bozor to'xtaydi. Tanaffus qilib,
Birden aram elanlar, oğluş bakanlar, demiş kuatsılar, birden çay içip, kofe içip, qaytib kelanlar deyip. Qaytib kelgan keyin bozorning ahvoliga qarab qo'ydi. Chunki bu narsalarning hammasi insonlarning ishonchi bilan bo'ldi. İşte insanlar nimaga ishonch qildi? Dollargami yo oltingami? Mesela payçak bozorida ishonch qolmasa, mesela 2008 krizis vaqtida shu cho'ng grafik 50% yaqin tushib ketgan. Mesela 1929 yili eng cho'ng shu tarixdagi eng cho'ng krizis yuz bergan paychakida. Shunga o'xshash bultur o'sha Dow Jones 4 qitim to'xtab qoldi. Uning oldida faqat tarixda 100 yillar ichida faqat bir qitimdan to'xtagan, lekin bultur o'sha 3-oyda 9 kunning ichida 4 qitim to'xtab qoldi. U shunda bo'lganligi uchun yana Amerika Federatsiya Bankasi Fed kararını çıkardı, kararını yerli de verme. Anladıkken bu işensi insanların işensi qaytılıp örleşme oldu. Şununla onun için bazar şunçilik yaxşı olup ketdi. Qalan nesler iştik öyle olmagan bolsunmu, muş payçek şunda iştik örildi. Menimce iştik örilib, 100%'tek örildi jıq payçekler. Şu an hazırki durgun %80% payçekler neyim deydi? Overvalue deydi. Overvalue degeni bahası üsüp ketken. Mağakin dedim ki eğer almış şirketininki özden bahası $140 olgan olsa, eğer $160'dan alsanız, bu degen bahası öğrü vaxtıda algan bilsiz. Bir yıl ya bir yarım yıldan keyinki bahasını algan bilsiz. Hazır 180% payçekten hemmisinin bahası öğre. Şuna hazır nurg'un adamlar nemi hazırki 2021'den keyin ki 5 yıl ya biz 2021 yıldan başlap ki müşnetçildeki bazarni qanday paraz qildirsiniz 2000 yildagi krizis o'xshaydi. 2000 yildan 2003 yili. Bu çağda nemi yuz bergan deseniz bu çağda bütün elektronlik yanıdan chiqayotgan elektronlik paychaklarning hammasi bozorga tushib ketgan. To'xtamay tushgan, hammadan qo'rqidek tushgan. O'sha yandan chiqayotgan to'rbat deydi, internet, har xil yandan chiqayotgan o'sha internet mahsulotlar, ya bo'lmasa Amazon, o'sha nima, olmi shirkat, Microsoft deganlar hammasi to'xtamay tushgan. Nima uchun deganda 2000 yildan burungi vaqtda 90-yili 4-5 yil ashuna to'xtamay o'rlab bahası öğre olib ketgan. Shunga anaki bu vaqtida to'xtamay tushgan. Shunga jihadimda buni keyingi bozorni mushunga o'xshaydi. Yana ba'zanlar 2008dagi krizis o'xshaydi. 2008dagi bahası öğre bo'lib tushib ketgan vaqtida. Men kuni sizlarga bunda bir nimani siz bergan Ray Dalio'niki. Ray Dalio mushta dedi, bu bozor o'rlaydi, azarcha tushdi, keyin o'rlatmadi. Bu yılki bazarniki nimsiydi. Belki kichigi var. Mao cho'ngi bu bazarniki ekonomikniki uchun bir bilimniki hamdi. Uni yana yaxshi tadqiq qilsam bo'ldi. Men nimaga o'xshatmayman desangiz, men bu ikkisi o'xshatmayman. Men balki 1982-yildagi keyingi vaqtga o'xshatmayman. Nima uchun degan chog'da men Fedniki mustaqilki 2000-yildagi 2020dagi, sorry, 2020 bulturdagi shu qarorni chiqarganligi uchun. Nima uchun deganda 1971-yili ve 1981-yilgacha bo'lgan oralig'da, men masalan 1971-yilni boshida so'zlayman. 1971-yili Federatsiya Bankasi bir qarorni chiqargan. Men buni birinchi qismda ozroq so'zlagandim, keyin so'zlaymadim. Hozir so'zlab beray. Bu chog'da nima ish bo'lgan degan chog'da Amerikada turli. Amerika qanday davlat desangiz, Amerika butun dunyoda hamma boshqa davlatlar bilan o'zaro nima ish qildi? Başka küçük devletler bilan savdo qildi.
soğut kıldı. Bu küçük devletlerimi özara soğut kıldı. Şuna koy. Bularni o'zaro so'rab qolganda hammasi nimni ishlatadi? Dollar. 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 Hammasi dollarni ishlatadi. Hargizmi boshqa o'zlarining pullarini ishlatib, unda savdolashmaydi. Bu aslida bir qonun. Hamma odamlarniki ishonchi o'sha dollarda bo'lganligi uchun, boshqa davlatlarning pullariga ancha ishonchi yo'q bo'lganligi uchun shuni bunday qildi. Şuna 1971 yıldan burun dolar altın bilan bağlılıqdı. 1 gram altın şu dollarga mesela tegishib, qanchalik altın bo'lsa xazinasida, shunchalik altın, shunchalik dollar bilan besib chiqara oladi. Undan keyin butun dunyoda nima yuz bergan desangiz, deflation. Deflation degani bu pul pahalılığınınki qarşı pul qıslığı. Nimnin qıslığı? Dollarning qıslığı. Çünkü nima uchun? Butun dunyo ishlatyapti. Andan keyin nima yuz berdi desangiz, Amerikaliklar balkim baklanmay o'qishdi, yo bo'lmasa Amerika dollari to'xtamay bakchiq o'sib ketdi. Bu chog'da Amerikaga foydasi bo'lganda, unchalik foydasi bo'lib ketmaydi, balkim undan cho'ng krizis yuz berishi mumkin. Hammadan boy bo'lib ketib qolayotgan pul xajlar şu Yaponiyaniki krizisi bo'lganda krizisi yuz berib bo'lishi mumkin. Andan keyin nima bo'ldi? Butun dunyoniki GDP'si tushdi. U chog'da Amerika chiq savdo qilolmaydi u chog'da. O'sha Amerika dollarini almashtirish bunday yerlardan foyda ololmaydi. Shuningga 1971-yili ular Federatsiya bankasi Amerika dollarini o'sha oltin bilan ayirib besib chiqaramiz degan qarorni chiqardi. Şundan keyin insonlar bir xato tushuncha oldu. Nima xato tushuncha deganda, Amerika dollarining bahası tushib ketdi. Amerika dollari pahalı bo'lib ketdi. Qiymati qolmaydi. Hamda burunqidek Amerika qolmadi. Amerikaga ishonmas bo'lib qoldi. Shundan keyin 1971-yildan 1981-yilgacha butun odam oltin, kumush ilishga boshladi. Altının bahası bırakılan 20 dolardan bir ons 600 dolar özgürtüdü. Kümüşün bahası 2 dolardan 40 dolar özgürtüdü. Şunda bo'lgan jarayonda mı Federatsiya bankası kararını özgürtmedi 81 yılgacha. 82 yılga kelgan chog'da ananiki kararını özgürtüp şu pul besishni to'xtatamiz dedi. Çünkü nima uchun degan chog'da u chog'da butun dunyoninki GDP'si o'rildi. Bütün dünyanın GDP'si ölgen çağda uçakta qanday buldu? Hamma odam tang boy buldu. Bütün dünyanın şu devletlerinin hammasi tang boy buldu. Uçakta Amerika nima qildi? Bir cho'ng tort yasadi, hamma odam tang bo'lishaydi. Shundan bo'lganligi uchun GDP o'rildi. Shuning bilan hamma odam nimani o'yladi desanlar, shu inflation bor. Inflation bor deb o'yladi. Qachon? Shu vaqtdan boshlab. Inflation keldi, shunga pul pahalılığı bo'ldi, hamma narsalarning bahasi o'rlashdi. Pulimiz nurg'un pullarga aran azroq narsalarni ololadigan bo'lib qolamiz. Chunki oltinlarning bahasi o'rlashdi, hammadan oltin, kumushlarga nim qon mablag' solgan. Lekin 82-yildan boshlab men degan oltin bilan nimniki kumushning bahasi to'xtamay tushdi. 4-5 yılgacha. Kaç dolar uçtu? Altının bahası 200 dolarga, gümüşün bahası 2 dolardan 40 dolar üsüp, anadaki yerine 4-5 dolar uçup kaldı. Hatta 2000 yılgacha 4-5 dolardan turdu. Anadaki altını şu 2000 yılgacha aran 600 dolarga üsüp qaytib chiqdi. 20 yıldan keyin. Şununla ben nima uchun bu 82 yilga o'xshatma degan chog'da Meşede şu pullarni hammadan berganlik uchun, butun dunyodagi GDP'si o'rganlik uchun, hammadan boy bo'lganlik uchun, hammadan yana mablag' solishni yaxshi ko'rganlik uchun 1978-yildan boshlab shu nima paycheck to'xtamay o'rlaydi. Balkim shu 20 yilning ichida
1-2 yil 2-3 yil tushdi. Menimcha 84-5 yillari bir tushib, andan keyin 92-3 yillari bir tushdi deyman. Shu vaqtida bir tushdi, qolgan hammasi shu o'rlab bilan bo'ldi. O'rlab bilan qachongacha? Shu vaqtgacha. Bu inflation qachon portlaydi? Uni hech kim bilmaydi. Shundaq-ku biz hozir bu inflation bor deymiz. Bu inflation qachon portlaydi? Biz uni uqmaymiz. Lekin bu inflation 2000-yilda aram portlaydi. 20 yildan keyin. Shuningga men hozir buni ma vaqtda o'qishdiman. Nima uchun degan chog'da 2008 krizis bo'lgan vaqtida Fed shu chog'dimi, ya'ni o'xshashlan qarorini chiqarib, biz pul bosimiz degan vaqtdan boshlab shu paychek bozori 50% ga yaqin tushgan vaqtda anakin o'rlashga boshlaydi. Hamma odamning ishonchi qaytib keldi. Ishonchi qaytib kelgandan keyin hamma odam shu 2020 ga kelgan vaqtida shu paychek nima pul bezishni to'xtatdi deb hamma odam shu paycheklar tushayotgan vaqtda. Qachondan boshlab o'rilgan desangiz, shu Trump chiqqandan oldi keyin 2015-16 yillardan boshlab 2015-16 yillardan boshlab paychek o'sishga boshlagan. Bulish deymiz, bulishmish qali bo'lgan. O'rlab hozir 2020 gacha o'rilgan. Shu chog'da hamda shu nimniki pul besishi 2020larda to'xtaydi deyotgan vaqtida biroqlam virus bo'ldi. Virus bo'lib, bozor yana 30% tushib turdi. 4 kun uda Dow Jones to'xtab ketdi. Bunda bo'lganki, hamma odamning ishonchi ham qolmadi-da. Pul bir tarafdan besib o'tirdi. Yana u nima u grafik yana 4 kun uda tushib ketdi. Bu chog'da hamda qarorni qanday chiqardi desanlar, Fed bir gapni qildi faqat, hech qanday narsa o'zgartmadi. Biz pulni mangu bosimiz dedi. Faqat mangu bilan qo'shib qo'ydi, qolgan hech qanday narsa o'zgartmadi. Shuning bilan bozor V shaklda qaytib keldi. Shuningga men bozorni yana cho'qim yana necha yil o'rlaydi deb qarayman. Nima uchun degan chog'da hozir shu 2008 dan boshlab pul besayotganda hozirgacha dunyoninki GDP'si to'xtamay o'layotdi. Butun dunyodagi odamlar shu bu dollarni butun dunyo ishlatganligi uchun hamma odam, hamma davlat boyiyotdi. Qolganini men kilaqtim so'zlayman. Kilaq qismida buni men ikkiga bo'ldim. Kilaq qismini men nimani so'zlayman degan chog'da mushunga asosan masalan hozir shu Amerikaniki 2008da 2 trilyon qarzi bor deydi. Hozir 2020da qanchalik qarzi bor? 20 trilyon qarzi bor. Bu qarzi kelgusida 100 trillionga o'sib ketadi dedim. Shuningga bu qarzni Amerika qanday to'lamoqchi, qanday xalqlardan qaytarib akelmoqchi, buning ichidagi suiqasd planlarini hammasini men kilaq qismida so'zlayman. Rahmat sizlarga. Boshmaltoqni besishni unutmang. Shu YouTube'niki sun'iy idrok hisoboti hamma Uyg'ur qarindoshlarimizni oldiga chiqarib qo'ydi. Sizmi boshqalar bilan tavsiya qiling, hambakilar bulardan hammamiz tang foydalanaylik. Meniki bu so'zlaganlarim hammasi quruq gap emas, o'zingiz ko'rdingiz, hammasi yo'limda mo'l-mo'l gaplar hammasi. Shuningga shaxsiyatchiligim bor, shaxsiyatchilik qilsangiz boy bo'lolmaysiz. Hammamiz bilan tang baklab qo'ying. Abone bo'ling, qo'ng'iroqni ichib qo'ysangiz, birinchi bo'lib eng yangi xabarlar bilan shu meniki fikrlarim bilan sizni ta'minlayman. Rahmat sizga. Allohga emanet.